Agarda sizda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, ko'krak og'riqlari va qattiqliklar, mastopatiya bo'lsa, hayz oldi yoki hayz davrida ko'krakdagi og'riq kuchayadi, ko'krakda qattiqliklar yoki yumaloq o'sgan joylar paydo bo'ladi. Masalan, 33 yoshida mastopatiya tashxisi qo'yilgan ayol, og'riqlar kuchli bo'lgan, mastop ichgandan keyin og'riq yo'qolgan. Hayz oldi yoki hayz paytidagi noqulayliklar, har oy hayzdan oldin 10-14 kun davomida ko'krak og'riqlari bo'lsa, og'riq uxlashga xalaqit beradigan darajada bo'lsa, masalan, bir foydalanuvchi hayz oldidan 10 kun og'rigan, 2 hafta davomida og'riq sezilarli darajada bo'lgan, mastop ichib butunlay yengillik his qilgan. Klimaks, menopauza davrida gormonal o'zgarishlar tufayli ko'krak og'riqlari, bezovtalik yoki issiqlik to'lqinlari bo'lsa, masalan, klimaks davrida bo'lgan ayol mastopni ichib, har oy og'riqni sezmay qolgan va noqulayliklar kamaygan. Homiladorlikni rejalashtirayotgan yoki reproduktiv tizimni qo'llab-quvvatlash uchun, sut bezlari va reproduktiv tizimning umumiy salomatligini saqlash uchun, masalan, 47 yoshida hayz ko'rmayotgan ayol mastopni ichib 1 yil ichida homilador bo'lgan. Mastopni 40 yoshdan oshgan ayollar uchun sog'liqni ajoyib topilmasi hisoblanadi. Bitta ayolda 2-darajali mastopatiya bor edi va hayz sikli noaniq bo'lib qolgan edi. Hayz sikli tiklandi, ko'krakdagi qattiqliklar kamaydi, barcha ayollarga tavsiya qilinadi.